Ko'rib turibsizlar, ko'rsatishda deyarli farq qilmayapti. Hozir biz sizlarga Monix brendi ostidagi televizorimizni taqqoslash maqsadida original LG brendi ostidagi televizorimizga bir xil videoga qo'yganmiz. O'zlaring mana ko'rib, bitta baho berasizlar. Ko'rsatishda deyarli farqi yo'q. Bu nimani hisobiga? Monix brendi ostidagi televizorimizga original matritsa qo'yilganidan va asosiysi ushbu televizorimizga LG programma, ya'ni LG operatsion sistema qo'yilganidan va mana pultlarni ham ko'rib turibsizlar. Xuddi shunaqa голосовой управленияli va shunaqa sichqoncha qilib ishlatishlaring ham mumkin va asosiysi LG brendi ushbu televizorimizga Indoneziyada ishlab chiqarilgan pultlardan beradi. Va ushbu televizorlarimizni kачестволari 4K, ya'ni 3840 2160p bo'ladi va hozirgi kunda O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan televizorlardan ko'ra pulga qaraganda ancha sifatliroq va ko'rsatishi ham yaxshi bo'ladi va narxini siz mijozlarimiz uchun bor yo'g'i chegirma narxda $410, 4960 ming so'm qilib qo'ydik. Kimga zarur bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Biz sizlarga arzon narxlarda sifatli televizorlarni yetkazib beramiz. Video obzorimiz yoqqan bo'lsa, like va obuna bo'lish tugmalarini bosishni unutmang.